Men sizlarga oxirgi hikoyani aytib bermoqchiman. Bu esa mening hayotimdagi eng qayg'uli hikoya. Men u yerda bo'lmagan bo'lsam-da va agar bu hikoya sizning ham hayotingizdagi eng qayg'ulisi bo'lmasa, unda sizning iymoningiz xatar ostida. Allohga qasam, sizning iymoningiz xatarda. Bu yerni bosgan odamlarning eng buyugining yerdagi oxirgi kuni. Bundan oldin sizga bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Sal qolsa oldingi hikoyadan yodimdan ko'tarilay debdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu risolatni boshqalarga yetkazish haqida go'zal so'zlarni aytganlarida, Allohning qarshisida risolatni yetkazish qanchalik muhim vazifa bo'lganini bilasizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'llarini osmonga ko'tarib aytdilar: "Ey Alloh guvoh bo'l, ey Alloh guvoh bo'l, ey Alloh guvoh bo'l, men sening risolatingni yetkazdim. Men vazifamni tugatdim. Men yetkazdim." Alloh bunga qanday javob qildi? Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Bu kun sizga diningizni mukammal qilib berdim. Sizga ne'matimni to'kis qildim va sizga islomni din deb rozi bo'ldim. Alloh odamzodga yuborgan eng oxirgi vahiysini, risolatini mukammal qildi. Odamzod uchun eng oxirgi hayot yo'li bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tillari bilan bu risolatni boshqalarga yetkazish. Alloh bu dinni bizning yelkalarimizga yukladi. Mana shu ummatning yelkasiga, lekin biz uni yerning bir chetiga uloqtirdik. Bizning yelkamizga azizlik sifatida yuklangan narsani biz yerga tashlab yubordik. Evaziga esa biz dunyoni olib, yelkamizga ortib oldik. Mana nima uchun biz qayerga borsak ham bunchalik yerga urilyapmiz. Chunki biz izzatimizning bulog'ini ortimizga tashlab ketdik va bizni xor qiladigan narsani ko'tarib oldik. Bu dunyo xorlikdan boshqa hech narsa olib kelmaydi. U hech kimga azizlik bermaydi. Biz bu dunyo aziz emas, xor qilishini unutib qo'yamiz. U sizga xorlikdan boshqa narsani bermaydi. U aziz qiladigan yagona odamlar bu. Uni o'z o'rniga qo'yadigan odamlardir va dinlarni undan ustun qo'yadigan odamlarni aziz qiladi. Shundagina u izzat keltiradi. Lekin agar u sening hayotingdagi eng muhim o'rinlarni egallasa, unda u seni xor qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridagi eng oxirgi kunlarga qaytamiz. U sollallohu alayhi vasallam bemor edilar. Va u zot boshlarni Oysha onamiz radhiyallohu anhoning ko'kraklariga qo'yib yotar edi. Uni esa dunyoda hammadan ko'p yaxshi ko'rar edilar. Alloh azza va jalla odamlarga o'zining eng oxirgi so'zlarini tushirganiga atigi bir necha kun bo'lgan edi. Atigi bir necha kunlar o'tgan edi. Alloh odamlarga va jinlarga o'zining eng oxirgi oyatlarini nozil qilganiga. Wattaqu yawman turja'una fihi ilalloh. O'zingiz Allohga qaytariladigan kundan qo'rqing. So'ngra har bir jon kasb qilgan narsasidan to'liq olur, ularga zulm qilinmas. Bu Alloh bizga nozil qilgan eng oxirgi so'zlar edi. Alloh odamlarga aytgan oxirgi so'zlar nima bo'lganini bilmoqchi bo'lsangiz, Baqara surasini oching. Agar xato qilmayotgan bo'lsam, 281-oyatdan boshlab. Bu Allohning eng oxirgi so'zlari. Bundan so'ng Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallam bemor bo'lib qoldilar. Uning boshi Oysha onamiz radhiyallohu anhoning ko'kragida yotar edi. U shunchalik bemor ediki, o'rnidan ko'tarila olmas edi. U zo'rg'a boshini ko'tara olar edi. U zo'rg'a gaplashar edi. U misohga qaradi va Oysha onamiz radhiyallohu anha so'radilar: "Uni xohlayapsizmi?" U zot ha deb boshlarini chayqadilar. U o'zining tupriklari bilan misohni yumshatib berdi. Va Oysha onamizning tupriklari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tatigan eng oxirgi narsalar bo'ldi. Bu ayolga Alloh azza va jalla shunday sharafni berdi. Uning tuprigi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning og'izlariga kirgan eng oxirgi narsalari bo'ldi. Keyin esa Oysha onamiz hali sezmagan va bilmagan narsalari sodir bo'ldi. O'lim farishtasi xonaga kirdi. O'lim farishtasi keldi. Bizning holatimizda agar biz o'lim farishtasini ko'radigan bo'lsak, u xoy nafs yoki iflos nafs yoki xotirjam nafs, toza nafs chiq deydi. Bo'ldi. Bizning nafsimiz chiqib ketadi. Bo'ldi, tugadi. Lekin payg'ambarlarning holatlari, ayniqsa Muhammad sallallohu alayhi vasallamning holati biznikidan farq qiladi. O'lim farishtasi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning go'zal jonlarini olishga undan ruxsat so'rash kerak edi. Bundan oldin u zotga uning jannatdagi uylari ko'rsatildi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytganlaridek, har bir nabiy va rasulga vafotidan oldin uning jannatdagi joyi ko'rsatiladi. Oysha onamiz aytishlaricha, u zot tepaga termilib qarab tabassum qildilar. Biz jannatdagi o'zimizning joyimizni tasavvur qila olmaymiz. Shunday ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning jannatdagi mulklari haqida nima ham deyishimiz mumkin? Jannatdagi eng oliy joy. U zotga uni ko'rsatishdi. Keyin esa o'lim farishtasi unga aytdi: "Agar xohlasangiz, siz u yerga ketishingiz mumkin. Bu sizning uyingiz. Yoki agar xohlasangiz, Alloh sizning kasalligingizdan shifo beradi." Va u zot sollallohu alayhi vasallam o'z ummatlariga ikki narsani aytdilar.
Birinchisi namoz, namoz, namoz. Alloh bilan aloqangizni unutmanglar. Seni musulmon qilib turgan narsa bu namoz. Biz bilan kofirlarni ajratib turadigan narsa bu namozimizdir. Keyin esa Oysha onamiz u zotning tepaga yugurib ketgan nazarlarni ko'rdilar va u zot dedilar: Allohumma rafiqul a'la, Allohumma rafiqul a'la. Allohim eng oliy rafiqimga hamroh bo'lishni, Allohim eng oliy rafiqimga hamroh bo'lishni. Oysha onamiz aytdilar: shunda men o'lim farishtasi shu yerda ekanligini tushundim. U zot sallallohu alayhi vasallamning tanlovlari bizga tushmadi. U zot o'sha kuni Allohning huzuriga ketishni tanladilar. U zot sallallohu alayhi vasallam o'sha kuni bizni tark etdilar. U zotning muborak ruhlarini olib, jannatning eng yuqori qavatlariga olib ketishdi. Bu kun ummat uchun eng qayg'uli kunga aylandi. Sahobalar o'sha kun haqida aytishadi. Biz o'z qalblarimizga qaradik va u o'zgarib qolganini topdik. Bizning qalblarimiz boshqacha bo'lib qoldi. Sahobalar qorong'u qishki kechalardagi cho'ponni tashlab ketgan chorva kabi edilar. Ular qayerga borishni ham bilishmas edi. Hattoki Umar radhiyallohu anhu payg'ambarlardan so'ng odamlarning eng yaxshilaridan biri. U haqida esa agar Muhammaddan so'ng payg'ambar bo'lsa, bu Umar bo'lar edi deyilgan. Hattoki u ham o'sha kuni o'zini yo'qotib qo'ygan edi va Muhammad o'ldi degan odamni boshini uzib tashlash bilan qo'rqitib yurar edi. Abu Bakr uni tinchlantirdi. Keyin esa u o'tirib oldi. Lekin o'sha kuni bir ayol bo'lgan edi. U bizga asl haqiqatni ko'rsatib berdi. Uning ismi Ummu Ayman edi. Alloh undan rozi bo'lsin. Agar siz Ummu Aymanni tanimasangiz, siyratni boshiga qayting. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning onalari Omina o'lim to'shagida u zotni ushbu ayolga topshirib ketgan edi va u zotning onasiga aylandi. Agar onaga qanday munosabatda bo'lish kerakligini bilmoqchi bo'lsangiz, payg'ambarimiz Ummu Ayman bilan qanday munosabatda bo'lganiga qarang. Uni ummi, onam deb chaqirar edilar. U zot sallallohu alayhi vasallamning butun umrlarini guvohi bo'ldilar. U zotning o'limini ham ko'rdi va yig'lar edilar. Kim ham yig'lamas edi. Abu Bakr va Umar uning oldiga kelib aytishdi: "Hoy Ummu Ayman, payg'ambarimizga o'limidan so'ng berilgan narsalar, u zotning hayotligida bo'lgan narsalardan yaxshiroq. U zot biz uchun qancha aziyatlar chekkanlar, biz uchun qiynalganlar. U zot sallallohu alayhi vasallam o'zlari uchun qiynalmaganlar." Ummu Ayman aytdilar: "Men uning o'limi uchun ko'z yosh to'kkanim yo'q. Balki bizning Robbimizdan keladigan vahiy to'xtagani uchun yig'layapman. Bizning Robbimiz boshqa biz bilan gaplashmasligi sabab yig'layapman. Keyingi safar biz Robbimizni eshitadigan vaqt, bu biz uning qarshisiga turganimizda bo'ladi." Abu Bakr va Umar buni tushunishar edi. Lekin ular biz tez-tez unutib qo'yadigan narsani ham tushunishar edi. Ha, Alloh biz bilan gaplashishni to'xtatdi. Lekin buning sababi u aytish kerak bo'lgan hamma narsani aytib bo'lgani edi. Bular biz uchun Qur'onda va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarida jamlangan. Shu vaqt ular haqida alohida aytib o'tish kerak. Ular biz kabi bo'lmaganlarga Allohga hamdlar bo'lsin. Sahobalar biz kabi bo'lmaganlarga alhamdulillah. Chunki agar ular biz qilayotgan ishlarni qilishganda edi, Allohga qasamki bizlarning birortamiz musulmon bo'lishimiz amri mahol edi. Mana shuning uchun kim sahobalarni haqorat qiladigan bo'lsa, ularning birortasini bo'lsa ham haqorat qilsa, bu uning dini yo'q degani. Bu odam to'liqligicha islomdan chiqqanini anglatadi. Chunki mana shu sahobalar bizning islomimizga sababchi bo'lishadi. Shunday ekan, qanday qilib mana shu buyuk erkaklar va buyuk ayollar haqida kimdir qandaydir salbiy narsa gapirishga haddi sig'adi. Ular o'z vazifalarini bajarishdi va biz ularning meroslarini ko'ryapmiz. Ular o'zlarining vazifalarini bajarishdi. Ulardan keyin kelgan odamlar ham o'z vazifalarini bajarishdi. Mana shuning uchun biz shu yerdamiz. Lekin bizdan keyin keladigan odamlarchi? O'sha kibrli, johil odamlar uchun kim bu risolatni yetkazadi? Allohni tanimaydigan, Rasulullohni tanimaydigan odamlar. Ular barcha ma'lumotlarni shaytondan olishadi. Media vositalaridan va hokazolardan olishadi. Ular bizdan nafratlanishlari hayratlanarli emas. Chunki ular biz haqimizda faqat salbiy gaplarni eshitishadi. Biz esa buni rad qilish uchun hech narsa qilmayapmiz. Hattoki islomni o'zimizning amallarimiz, oldi-berdilarimiz, xulqimiz, gap so'zlarimiz orqali ko'rsatishga ham harakat qilmayapmiz. Biz uyg'onishimiz kerak. Birodarlarim va opa-singillarim, iltimos, biz uyg'onib, bizning qilishimiz kerak bo'lgan ishimiz borligini tushunishimiz kerak. Sen doktormisan, hamshiramisan, haydovchimisan, farroshmisan, muhim emas. Sening vazifang bor. Tur va ogohlantir. O'rningdan tur va ogohlantir. Butun dunyoga islomni ulash.